Bolalarga massaj nimaga kerak? Birinchi navbatda suyaklarni mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilab hamda ovqat hazm qilish tizimini, koliklar va uyquni ham yaxshilaydi va immunitetni ko'tarishga ancha yordam beradi. Sog'lom bola qachon massaj olishi kerak? Birinchi kurs massajimiz 3 va 4 oylikdan boshlanadi. Bu paytda bola harakatga keladi. Ikkinchi kurs massajimiz 6 va 7 oylikdan boshlanadi. Bu paytda bola o'tirib, embeklashga harakat qiladi. Uchinchi kurs massajimiz bo'lsa 11 va 12 oyligidan boshlanadi. Bu paytda bola yurishga ancha harakat qilib qolgan bo'ladi. Qaysi kasallik davrida bola massaj olishi mumkin yoki mumkin emas? Gripp paytida bola massaj olishi mumkin, lekin isitma harorati ko'tarilgan bo'lsa, aslo mumkin emas. Va qorni og'rib turgan bolaga ham massaj olish mumkin. Qorin tizimini yaxshilab, koliklarni chiqarishga yordam beradi. Uchinchi sababi, agar bolaga narsa toshgan bo'lsa, tanasiga massaj olish mumkin emas. Shu kabi ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Bu videoni yosh onalarga yuborib qo'ying.